Nimani? Anov qo'shni eshitdingizmi? Nimani? Anov qo'shnimiz mototsikl olibdi. Yo'q, qaysi puliga olibdi? Bilmadim, cho'ntagidagi pulga bo'lsa kerak. Cho'ntagida pul bormidi? Ha, men kecha ko'rgandim. Siz qayerda cho'ntagidagi pulni ko'rdingiz? Ha, endi cho'ntagida tushib qolgan ekanda. O'g'irlatibdimi? Bilmadim. Yuring ko'rib kelamiz unda mototsiklni. Yo'q, nima qilasiz? Keyin borsak o'zimiz hammamiz keladi. Men ketdim, ko'rib kelaman. Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam qolar bu dunyo. Voy, bilan qanaqa qo'shiq aytyapman bu ovozim bilan men hech qanaqa joyga chiqolmayman-ku. Yaxshi tinchgina videolarimni olayin. Videolarimda har doim salomlashaman. Bu esa obunachilarim bilmayman yoqyaptimi, yoqmayaptimi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videoda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishinglarni va kanalga obuna bo'lishinglarni maslahat beraman. Bu sizlar uchun hech narsa emas, lekin men uchun juda ham muhim. Obunachilar, tez obuna bo'linglar. Hozir men bugun nima qilishni ham o'ylab o'tirganim yo'q hali. Bilmayman nima qilishni ham. Mencha borib kompyuter o'ynasam kerak, chunki juda ham zerikib pul olib kelmayapman. Men tekinga o'ynatarmidi. Pul olib borish kerak axir. Pul olib bormasa вообще-то chiq yo'qol o'ynamaysan deb yoradi. O'shaning uchun hozir pul, mana shu yerda ekan pulim. Tak $4 ga yo'q, $1 ga o'ynab kelib, $1 ga menimcha bir 2-3 minutlar o'ynatsa kerak. No, qancha bo'lsa ham farqi, qanaqa o'yin o'ynashni o'ylash kerak. Shu joyda sizlarga bitta savol. Qanaqa o'yin sizlarga yoqadi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Menga Minecraft yoqadi, boshqa qanaqa o'yin yoqishi mumkin? Atak sizlarga GTA mi, PUBG mi? Nima dedim? Короче, kommentariy yozib qoldiringlar mayli. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Qalay Jo'xa, ishlar yaxshimi? Ha, zo'r, o'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, bo'ladi, zo'r. Nima gap? Qanaqa o'yin qo'yib bering? Menga Tetris qo'yib bering. Tetris o'ynaysanmi? Ha, bo'lmasa, tak, o'z o'ylab ko'ray-da. Tak. Bo'ldi, o'ynamas ekanman. Ke bo'ldi, Tetris qo'yib beraman. Bo'ldi, qo'ying mana. $1 ga qo'yib bering. Voy, qurumsoq, $1 ga o'ynaysanmi? Endi iloji yo'q, bor pulim shu-da. Sen aldama, puling ko'p seni. Qayerdan bildingiz? Kecha ko'rgandim, uyingga yashiritganding. Obbo, siz hali ko'chaga chiqib, men uyimni ham kuzatyapsizmi? Ha, endi zerikkanda shunaqa qilay dedim-da. Ha, tushunali. Mayli. Unda hozir men o'tirib o'ynab ko'raychi. Ha, bo'ldi, bemalol o'ynang. Ha, bo'pti. Aytgancha bir narsani eshitdingmi? Nima narsani? Ana u tepadagi qo'shning bor-ku, Jitel. Ha, bor. O'sha mototsikl olibdi. Sen bo'lsa hali velosiped ham olganing yo'q. Qaysi pulga olibdi? Hech qayoqqa ishlamaydi-ku. Men ham shuni aytaman-da. Sen bo'lsa yutib bersa, hatto bu veliging ham yo'q. To'g'ri, lekin nimadir olishim kerak edi men ham. Hozir mayli, keyin o'ynayman. Hozir borib men so'rab kelib, pulni qayerdan oldi ekan. Men ham o'sha yerdan pul olarman balki. Obbo, qayerdan? What? Mana o'sha mototsikl. Qayerdan oldi? Qaysi pulga oldi bilmasam. Shu dahshatku bu. Tepadagi qo'shning dedimi? Tepada. Mana bu bo'lsa kerak. Qarab turibdi mototsiklga. Qo'shni, qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum, Jo'xa, zo'rmisan, tinchmisan? Rahmat, o'zingiz ham yaxshimi? Bo'ladi, nima gap? Ana u mototsiklni siz oldingizmi? Ha, menda o'sha. U qulluq bo'lsin, tabriklayman. Tagdan shamollar, bo'ronlar o'tib tursin. Rahmat. Bitta narsani so'ramoqchiman-da. So'ra. Короче, uni qaysi pulingizga oldingiz? Pulingiz yo'q edi-ku, hech qayerda ishlamasdingiz. Bir omadim kelib qoldi-da. Aytadi-yu, yigit kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deb. To'g'ri, u lekin yigit kishi haqida. Siz jetelsiz-ku. Unda maqolni o'zgartiramiz. Jetellik omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Dahshat, gap yo'q. Menga ham o'sha omadni o'rgating. Qayerda oldingiz o'sha omadni? To'g'risini aytsam, menga bobom pensiyalaridan olib berdilar sovg'a qilib. Tushunali. Demak, buni o'zingiz olmagansiz. Ha, xuddi shunaqa. Bunaqa mototsiklni olish uchun mendan pul yetarli emas. To'g'ri. Mayli unda. Nima desam ekan? Mayli unda hozir men ketdim, boshqa ishlarim bor, o'sha ishlarimni ko'rayinchi. Senda bitta iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos? O'sha mototsiklni uyimni yoniga olib kelmoqchiman. O'shaga bitta takoy qilib garaj qurib ber. Mototsiklga garaj nima kerak, bilatam? Nima qilasiz mototsiklga? Pulingni beraman olasiz debsa qurib ber. O'zingiz qursangiz bo'lmaydimi? Bilasan, jetellar quruvchilik bo'yicha 8 ta $0 bo'lib turibdi. To'g'ri, bir tomondan. Atak, aytgan pulimni bermasangiz qurmayman lekin. Qancha deysan? Hozir o'ylab olay, $200.
Nima deyapsan? Qo'shni ko'ryapsizmi bu narxini? O siz boring, aralashmang, siz aralashmang. Bu qo'shningizmi? Ha, qo'shnim. Bu o'zi xotinni aytgan qilib yuradi. Yana siz bundan nima edi? Maslahat so'raysiz-a? Ha, endi bu tajribaliroq deb o'ylagandim-da. Yo, bu tajribali emas. Buni xotini tajribali. Ha, unda hozir xotinidan borib so'rab kelaman. Boring. Yo'q, bormang. Siz xotin kishidan qanaqa maslahat so'raysiz? Bo'ldi, qurib beraman onasini debsiz, mayli. Ha, davay, boshla undan. Keyin mototsiklda o'zing haydab kelib berasan. Men hali o'rganganim yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. O'zi haydash kerak edi. Haydashni orzu qilib turuvdim. Atak chiroyli bitta garaj quraman-da yoniga, keyin olib borishni ham mashina, men qanaqa mashina, mototsiklni parkovka qilib beraman, chiroyli qilib, takkoy qilib. Hozir bu yerdan tapor, kirka, belkurak uchalasi kerak, boshqa narsa hozir menga kerak emas. Tak birinchi belkurak, keyin mayli nichiva ajoyib almashtirib tashlasam, baribir obbo, mana shu pechkalar yomon asabimni buzyapti. Olib tashlayman oxiri shu yerdan. Keyin esa boshqa narsalarni ham olib kelsam bo'ladi. Birinchi o'rinda tagiga qo'yish uchun menga tosh kerak. Ya'ni chiroyli, baquvvat bo'lishi kerak. Tagi Galim nima qilyapti bu yoqda? Voy Galim, menga qara. Voy, kechirasan. Hazillashdim. Ish qilib shaxtaga kirib kelyapti. U kira olmaysan, sig'maysan sen bu yoqqa. O'zi katta bo'lsa, qayerdan sig'adi berish, sig'a olmaydi. Sig'sa boru, o'sha Galimga aytgan narsasini olib beraman, boru. Sig'maydi, ko'ryapsan, kela olmaydi bu yoqqa. Yaxshi ham kela olmaydi. Bo'lmasa men nima qilaman, qochib qutula olmayman-ku. Tak 16 ta, menimcha normali 4 ga nechta 4 ga 4 bo'lib qolyapti. Ke zo'rmisan? Ke, men bu yoqda aylab qo'yaman. Yordam berasanmi? Ke, mayli, nechivo. Men buni qanaqa qilib uzoqlashishim kerak. Hozir bo'lib daraxt olib kelib birato'la. Ungacha meni esdan chiqarib tursin, urib qo'yganimda. Keyin bo'lmasa menga tashlanib qolsa, dabdala bo'ladi. Hozir ko'proq daraxt olib borish kerak. Meni yoqda molini qaranglar, shuncha go'sht. Ba'zi vaqtlar go'sht izlasam, ya'ni ana do'konchi menga pul beraman, go'sht olib kelib ber desa, birorta ko'chada mol ham yo'q, tovuq ham hech narsa yo'q. Atak bulardir keragi yo'q bo'lgan payt hamma yoqda mol bosadi. Nima bilan kelishib olganmi bir-biri bilan shu? Bizda go'shtimiz kerak bo'ldi degan vaqt hammasi qochib ketadi-dek, keyin kerak bo'lmagan payt hammasi yig'ilib olaman shu yoqqa. Aniq bilan kelishib olgan nimadir. Mayli o'zi biladi, lekin bunaqada ular uzoqqa bormaydi. Men asabimni buzaversa, men xafa bo'laman, lekin xafa bo'lib qolsam yomon bo'ladi. Hozir bir ikkitasi o'ldirib ketaymikan? Yo'q, keyinroq hozir do'konchi biratandan so'rayman, sizga go'sht kerak emasmi deyman. Go'sht kerak desa, agar kelib turib bir dunyo soqqa qilib ketaman bu yerdan. Ko'ryapsizmi qancha bu yerda go'sht bor. Galim ketmabdi-ku. Men sen teging ham yo'q, esingdan chiqar meni, xo'pmi? Esingdan chiqar, qochib tur. Men ishlayapman-da. Kechiraysan dedimmi? Kechirasan. Yo'q, mendan sen kechirim so'rashing kerak. Meni urmoqchi bo'lding-ku sen. Lekin men sen urganim yo'q. Prosta yoningga bordim-u, nimadir dedim, nima deganimni esimdan chiqarib qo'ydim. Atak sen meni senga nimadir deganimni esingdan chiqargansan shekilli, menga qaramayapsan. Ko'zga qarab qo'ydim. Obbo. Menga baribir kuching yetmaydi. Asabimga o'ynama, uzoqda o'ynash bor. Ishimni xalaqit qilyapsan ishimga, qoch, uzoqda o'ynash, bolakay. Uzoqda o'yna deyapman senga. Qoch, biladi. Asabimni buzyapsan. Ko'rsam sen deb so'kinib yuryapman hattoki. Qochib tur, qoch. Voy, tosh yetmadi. Hozir shaxtaga tushib chiqaydi. Telefon bilan shaxtaga tushamanmi? Albatta kirka bilan tushish kerak. Xo'p, hozir mana yana. Okey. Menimcha endi yetsa kerak 12 ta. Yetsa farqi yo'q, menga shu borchasini qo'yaman. Tak yetmasa kelib ketsam ham bo'ladi. Tak, o'zi mana 6 ta, bitta ortiqcha qo'yib yuboribman ekan. Qaytarib olaman. Uzoqda o'yna dedim men senga. O'ynashmaman bilan. Tak, hozir bitta tapor yasab olaman. Bitta tapor, qanaqa tapor? Versta yasish kerak. Biradan qo'shib, orqangizga bitta versta qo'yib qo'yaman, sizga ham kerak bo'lib qoladi. Rahmat, shunaqa qil. Shunaqa qildim. Galim lekin yomon asabimni buzyapti, boru. Yomon asabimni buzyapti. Tak, hozir 2-3 tadan jami 20 ta olindi. Uni nima qilyapsan, Jo'xa? Nima zabor qilmoqchimisan? Ko'rib turibsiz zabor qilayotganimni. Bo'ldi, zabor yasab oldim. Hozir qarochi qarang, ko'rasiz. Men bu yoqda birinchi bitta, ikkita, uchinchi tepasiga tushib qoldi. Ko'rdingizmi? Voshye. Okey, yaxshi.
mana buni olib tashlaymiz. Iltimos Galimjon, meni asabimni buzma, o'ldirib yuboraman. O'ldirib yuboraman. Ke, sen bilan urushaman. Birga bir. Davay. Hozir seni o'ldirib yuboraman. Keyin bu yerda yashamaysan. Sendan tushgan temirdan bor, tapor yasab yuboraman. Taporim bilan uryapman-da, chunki sen o'lding mana. Uzoqqa bormas ekansan. Yana meni asabimga o'ynaysan. Tak, hozir buni ustiga kelish uchun men 4-qatordan olishim kerak. Mana tak, bu tomonni ham xuddi shuncha, mana shuncha, mana devor qismini bo yetmay qoldik. Borib olib kelish kerak yana. Shu narsani yomon ko'raman, yetmay qolishini. Atak ortib qolgani yaxshi-da, yetmay qolgandan ko'ra. Chunki ortib qolgan nimagadir ishlatsa bo'ladi. Atak yetmay qolganiga bor yana olib kelish kerak. Mana shu yerdan hozir olaman hammasini. Bitta daraxt olib borsam yetadi o'zi. Okey, mana hammasini shuni taxtaga aylantirib yuborsak, bizga 24 ta taxta berar ekan. Juda ham ko'p degan bu degan. Hozir men mototsikl haydashim kerak hali. Shuncha narsaga ulgurishim uchun tezroq harakat qilishim kerak. Sekin harakat qilishimda hech narsaga erishib bo'lmaydi. Nimaga erishmoqchimisiz? Unda siz tez harakatlaning. Mana sizga bitta ajoyib motivatsiyani iti. Tak. Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Va bu yerdan 2 qator yana qo'shib chiqish kerak. Mana. Va 9 tani mana bu tomonga qo'yib yuboramiz. Yetarmikan? Yetar ekan. Ortdan qoldi hattoki. Hozir borib mototsiklni haydab kelaman va bu yoqqa joylashtirib beraman. Tak, bismillah. Qani, yaxshi. Benzini bo'lsindan ham bo'lsa ham. Tak, hozir mana qilib qaydamasam. Voy, to'xtanglar. Orqamga ket. Kirkam juda ham tako yarashibdi lekin. Voy, asta. Yomon tez yurar ekan, bor lekin. Buni boshqarish biroz problema. Urib olmasam bo'lgan. Chunki bu $1 milliard tursa kerak, narxini bilmayman. Tak, hozir ozgina qolibdi. Mana parkovkan itti bo'ldi bor lekin. Nimaga bu tomonga tushdim, u tomonga tushim kerak edi. Mana qo'shni bo'ldimi? Ha, bo'ldi, kaltaga tashlab yubordim bo'ldi. Ha, hozir ko'ring chiqani. Tak, tushibdi. Rahmat qo'shni. Ha, senga ham rahmat, Jo'xa. Ha, bo'pti, men ketdim unda. Jo'xa deyapman. Qayerdasan? Hoy, qade. Hozir mana chiqyapman, hozir 1 minut. Jo'xa, Qarisaroy. Qani, kim chaqiryapti?